Bugun men sizlarga Allohga ariza yozish texnikasini, mashinani sotish yoki mashinani olish texnikasini tushuntirib bermoqchiman. Mashina bu o'ziga xos energiya. Biz doimo niyat qilishimiz kerak eng zo'r mashinalarga minishda. Tana va sizning miyangiz fokus, diqqat e'tibor imенно o'sha arizani yozish texnikasida bo'lishi kerak. Siz pauza qilishingiz mumkin, tahorat olib kelib davom ettirishingiz mumkin. Lekin albatta tahorat qilib yaxshi niyat bilan, ya'ni qog'oz ruchka olib yozsangiz, ixlos bilan, ishonch bilan, Xudo xolasa Allohim g'oyibidan sizga yaxshi demak xabarlar beradi. Tipaga demak Bismillahirrohmanirrohim deb yozamiz. Sening kamtar bandang, keyin o'rtadan demak ariza deb yozasiz. Arizani ma'nosi shundan iborat bo'ladiki, oson, tez va halol yo'llar bilan yaxshi xaridorlarni jo'natgan. Pastida demak muhr deb yozasiz. Muhr. Tasavvur qiling, sizda o'sha pul bor. O'sha misol $20,000gami yo $30,000ga siz sotdingiz. Pulingiz bor sizda. Qanaqa emotsiyalar bilan yurasiz? Bu arizani hech kim ko'rmaydigan joyga olib qo'yasiz. Yaxshi xaridorlar kelgandan keyin, mashinani sotgandan keyin tepasiga yozasiz. Allohim, senga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Arizam demak bajarildi.